Soğuk Bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk Bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk Bilezik. On 8. kısım. Hicret kıldıgan günüm, men Ürümçidin Şienge bardıgan keç saat 9'da uçudigan aeroplan biletin ilip tayyor bolgan edim. Men mağdıgan günü 4-5 balalar bizning öyde yığıldık. Dostlarım meni aerodromga apırıp koyup mashinamni qaytırıp kelmekçi idi. Men ayalımga korluğu berip kelay dep mangdım. Umu bizni öyden tamaklarını itip uztup koydu. Elbette o apsının öyde turgaç turatdı. Men sırtdaki mashinani heydep aerodromga 4 balı bilen bardım. Biz aerodromga barganda namaz şam bolgan idi. Biz mashinani aerodrom kütüş ornundan aldıdaki yol boyda toxtup koyup chetdiki ormanlıqda namaz şam okuduk. Biz namazını okup bolup qarsak, biz yolda kelgüç tebliği anlap kelgen mashina uçuq, derizeler çüşürüglük idi. 4 saqchi mashinaning yinda mashinaga inchik qarg'il turibdi va bizga bu yerda nima qilyapsizlar dedi. Men ichkirga mang'an, namoz vaqti bo'lgan edi. Bu yerda namoz o'qidik. Hozir ketimiz dedi. Saqchilar, bu yerda mashina to'xtatsanglar bo'lmaydi. Tez ketinglar dedi. Uf, Alloh shukri. Biz mashinani haydab aeroplan zaliga kirish ishkining yeniga bordik. Men mashinadan tushib qoldim. Mashinamni og'inam elib ketdi. Men saqlab vaqt to'shqanda aeroplanga chiqib Şienge keldim. Әмді acayip işten yeni bir yüz bergen idi. Men öyde dollarga almashtırıp algan pulni, menden muşu dünyada matası yirak dursun dep çoğ somkinin astı terpedik seyretmelik yançıqı silip koygan idim. Aeroplana çıkıdığanda bu somkanı yüktak saklaş orundan ilip al dep ayrım ilip kaldı. Men Şienge keldim. Keyin somkalarını ilip algan yerge kelip somkamni ilip manga çıkarsam, eliq seyretme uçuq ve içinde pul yok. Ya külüşümni, ya yığılışımni bilemey turup kaldım. Derhal aldımdaki dostuma telefon qilib bolgan ishni deb men uyga qaytay, bir haftadan keyin kelay desam, "Yo'q, kelaver, pul menda bor, xotirjam bo'l, yonma" dedi. Bu balni balkim bu asarni o'qiyotgan bolalar azroq biladi. Lekin Alloh bilan qasamki, nenning yo'li bilan qochoq hijrat qilib chiqqan har qanday bir muhojir bu baliq vijdoniy qarz. Inshaalloh men keyin bu qarindishim to'g'risida bilganlarimni siz bilan o'rtoqlashaman. Gapimizga kelsak, mening yenimda ayrim silib qo'ygan 5000 koy Xitoy puli bor edi. Men aldımdaki dostumның dep berishi bilan bir mehmonxonada 2 kun saqlab turdim. İkinci kuni dostumның 8 yoshlik inisini apsi ekilib manga berdi. Keyin doktor bir bala ve ayoli ve 2 yoshlik bir balası bilan keldi. Biz 5 odam bo'lib dostumның dep bergan yerga kichik mashina bilan 2 kun yo'l mengib yetib keldik. Bu doktor ajoyib isil bal edi. Men bek yaxshi ko'ratdim. Meni ham yaxshi ko'ratdi. O keyingi kunlarda Amerika kafirlar atgan bombada o'zi bilan billa ayoli va bolalar birli vaqt shahid bo'ldi. Men buningda shir yurak ziyoli, haqiqiy rostchil, va'dasiga vafo qilgan do'stlarimdan o'ndan ko'proq bilan billa safardosh bo'ldim. Ularning tarixini bilganimcha So'g'uq Bilezik asrining 3-bo'limida inshaalloh yozaman. Biz ichkirning Nanming shahriga keldik. Biz kelgandan keyin oldimizga heliqi meni tog'da yolg'iz tashlab ketgan bolalarning ichidagi shijoatli yigit chiqdi. Ko'zlarimga ishonmay qoldim. U men bilan ko'rishibla qo'limga $5000 pulni berib, Malayziyaga borg'icha butun chiqimlaringizni to'lab bo'ldik. Balkim atkashda yo'lga chiqsalar dedi. Keyin biz yotoqqa kirdik. Biz yotoqda kecha o'tmishni mo'nglashdik. Nurg'un hikoyalarni so'zlab berdi. U ajoyib ta'sirlik va qiyinchilik ishlarni beshidan o'tkazgan ekan. U do'stim men bilan kecha paranglashgandan keyin hamda o'zining mangdiganligini, o'zining o'rniga meni qo'yib qo'ydiganligini dedi. Men ko'p chang turishdan keyin qo'shildim. Ammo aytsa, u ko'p pulni elib kepti. Mana bu pul keydimizda yo'l saqlayotganlarning puli. Har bir odamga 3000 koydan Xitoy puli olamiz. Yerimin bu yerda ishiltimiz, yerimin Malayziyada ishiltimiz deydi. Shu hamon qasam qildim. Men hargiz bu ishni qilmayman. Men dunyodan qochib bu yerga keldim. Endi yana shu pul mangmay keynimga qaytib ketishimga rozimanki, inshaalloh bundan keyin dunyoga yaqin kelmayman dedim. U ko'p zo'rlagan bo'lsa-mo, oxiri bizni yo'lga silib qo'ymoqchi bo'ldi.
Ertesi kechda biz 3 er va 3 ayol, boshqasi kichik bolalar bo'lib 10 odam tayyor bo'ldik. Orasida faqat doktor do'stimning ayoli bor edi. Boshqalar oldidagi bolalarning ayollari va yetim bolalar edi. Biz shom namozidan keyin mangmoqchi bo'lib pastga tushib mashina saqlab turib o'tdik. Tova, hammani bilguchi Allohning irodasiga qarang. Bizni chegaradan o'tkazdigan Xitoyni chegara saqchilari tutib olibdi. Shuning uchun 10 kun saqla debdi. Biz yotoqqa yenib kirdik. Ko'nglim birdilla yerim bo'ldi. Ammo shu kunning ertasi deganda biz bilan birga mangdigan bir ayol yengidi. Qarang Allohning hikmatiga. Alloh pokdir. Alloh bandalarga nima degan mehribon. Biz 10 kun kutdik. Bu jarayonda tug'utliq ayol asliga kelib oldi va bir sadoqat va jo'shqinlik bilan shahidlik tashna bo'lgan bir yigit bizga qo'shildi. Biz 10 kundan keyin menib, ba'zida poyezdliq, ba'zida mashinaliq 8 kunda Malayziyaga yetib keldik. Yo'l ustida tamoqni to'xtagan yerda etib yeb, hech qiynalmay keldik. Aramızda Xitoy turmusida 10 yil yotgan, keyin 10 yil vatanni qechib yurgan akamiz bor edi. Bu men bildigan insonlarning eng nochisi edi. Buning Xitoy turmusida ko'rgan tarixi, hozir istiqlolda so'zlab berayotganlarning ko'rgan zulmga qaraganda odamning yuragi nechasi ichish turadi. U hatto hayotining 20 yilni past ovozda gap qilib o'tkazgan, to'xtamay yig'laydigan mard akamiz edi. Alloh yotgan yerini jannat qilsin. Bu shahid bo'ldi. Ba'zida o'ylab qolaman. Partiyadagilar Jannat oshiqlari degan filmda kishilarning tarixini so'zlaydi. Lekin u akamizdek dinga haqiqiy sodiq bo'lgan, Alloh uchun hayotini Xitoyga qarshi o'tkazgan, 1995-yildan buyon vatanni jihad qilgan, oxirgi hayotini shu Turkiston Islom partiyasida o'tkazgan kishilarning tarixini chiqarmaydigando deyman. Balkim bilmagando deb yana to'xtab qolaman. Biz Malayziyaga kelgandan keyin Kolumbiya mehmonxonaning yindiki PW13 da turdik. Shu vaqtda biz turgan yerda taxminan 1500 odam bor ekan. Men turayotgan uyda yetim bolalar va 5-6 dek xotinlar undan boshqa bizga o'xshash bo'ytaq erlar bo'lib 30 ga yaqin odam turdik. Biz bir uyda turish jarayonida hammamiz o'rtaq pul chiqarib tamoq yetib yeydik. Bir kun ayollar urushib ketdi. Ertasi ikki ayolning erlari tas qoldi mushlashqili. Biz araga tushib jidalni besiqtirmoqchi bo'lib so'rsak bir ayol deydi. Bu xotin tamoq yetib mening erimga sayni oz usibdi. Go'sht chiqmabdi, eriga go'shlam usib beribdi. Biz pulni o'xshash chiqarsak nima ish unda qiladi deydi. Yana bir ayol, men unda qilmadim. Bu xotin bolalarga tuxumni pishirib berib oldi. Menmi beray desam tuxum yo'q deydi. Jidal bundaq ishlar ekan. Aramizdagi men bilan birga kelgan 10 yil turmada yotgan yig'lang'i akam ahli ilm odam edi. Ko'p nasihat qildi, ammo ish o'ngshalmadi. Bu ish yana bir qancha qatim takrorlab yuz berdi. Alloh bilan qasamki, bu akamiz yendiki $3000 pulni chiqarib, bundan keyin bu pulni ishiltinglar, hamma odamga o'xshash tarqitinglar dedi. Shu kuni boshqalarmi pul chiqarib, $2500 pul yig'ildi. Ondan pulni tang chiqarib, eriga go'shtni jiq berdi degan ayollarga bu pulni o'rtaq ishiltinglar deb berdik. Yana bir ayol bir hafta yaxshi turgan edi. Endi bu ayol mijozim yo'q deb yetib oldi. Men tamoq etmayman deb yana jidal chiqdi. Oxiri yana shu yig'lang'i akam men xush bo'lib ketay, urushmanglar deb yalvorib ketdi va menga "Ukam, xolislar bundan keyin tamoqni ishkimiz etayli" dedi. Mening tamoq etalaydig'imni bu akash bilatdi. Biz yo'lda tamoq etib bersa yeb kelgan. Biz birga tamoq etdik. Bu uyda 6 xotin bor edi. Tova, arada bir ayol erlarning tamoqi bek o'xshaydi ekan deydi. U ishmo uzoqqa bormadi. Yana bir hafta o'tganda yotoqdan bir adash bozorga berib 8 yoshli qizga ko'ynak ilib kelibdi. Yotoqda biz ilib kelgan yetim bolalarning orasida kichik bir qiz bor edi. Bu qiz ko'ynakni kiyib baqay deb silib bergil unumapti. Shuning bilan hiliqa adashning xotini bek qattiq to'lab ketdi. Biz shomimiz o'qiyotgan edik. Mening endi sabrim to'shgan edi. Biz bu uyda turayotgani 2 oy bo'lgan mezgil edi. Men sirtqa bir 2 qitim chiqib baqqan edim. Men shomimizdan keyin uydagi hamma odamni varqirab yig'dim. Ilgari hiliqa ahli ilm akash ko'p da'vat qilgan edi. Hatto ularning degan hamma narsasini qilib bergan edi. Bular yana yotoqda bo'linish, xopiliq va jidalni tugatmagan edi. Men hamma odamni yig'ib, jay namozga oshxondan yug'an bir chaydonni ilib chiqib tashildim va Qur'onni ilib chiqdim. Ondan ularga, agar bu masala bugun hal bo'lmasa, jidalga sabab bo'lganning barmoqini kesiman. Assila Qur'onni assila. Bular nimaga keladi deb to'lab uyni bir oldim. Hamma odam baq qo'rqib ketdi-mo, uyning ishi jimjit bo'lib ketgan edi. Bu kuni men rasli 2 kishining ya piyini, ya barmoqini kesib etmoqchi edim. Bu uyning boshlig'i vatandan odam soldigan adash bo'lib, u boshqa yerda turadi. Uyda ko'p chatoq chiqarganlar shu adashning bajisi ekan. Ular telefon qilibdi. Birdamda yotoqning boshlig'i kelibdi. U uyga kelib qarasa, cho'ng chaydo tashlag'liq, u misal qo'rqdi.
Ondan u chiroyli gaplarni qilib soat 12gacha paranglashdi. Keyin menga "Yuringlar, boshqa yerga boramiz" deb meni ilib mangdi. Men PW12 ga keldim. Bu yotoqning boshlig'imi dal bu adashning bajisi ekan. Subhanalloh. Men yotoqda 3 kun turdim. U uyda odam az edi. Dal 3-kun edi. Bu uyda bir oqsuliq akimiz va 2 qizi bor ekan. Bir kuni biz ro'z tutgan edik. Iftorga lag'man yetibdi. Men bek o'xshabdi deb 2 qachi yeyaptiman. Odatda bir qachi yeydim. Arlıqda o birine kirsem, yandaki öyden yığa avaz çıkıvatıdı. Yataqqa kirib, heliqi oqsuliq akaşdan bir yığlavatıdı. Kim o, nim boptu desem, boldu sormısla deydi. Texim kirishib qaldim. Ahirda bu adam ko'zlariga yosh elib, yig'lavatgan mening 2 qizim. Cho'ngi 16 yosh, kichigi 12 yosh. Bular bugun lag'man yetibdikan. Yotoq boshlig'i tamoq yumshoq ashgan deb yemabdi. Shunga bolalar aytgan tamoqni yaratmabdi deb yig'labdi deydi. Endi men texim inchik tekshirishga boshladim. Men ulardan bu uyda odatda tamoqni kim yetidi, qancha ayol bor deb so'radim. Bu uyda dal Obul Qosim bor edi. U chiqqani balkim 15 kun bo'lgan edi. Obul Qosim javob berib, bu 2 kichik qiz etidi ekan. Bu uyda bu qizlardan boshqa mo cho'ng 2 ayol bo'lib, ular tamoq etmaydi ekan. Biri yotoq boshlig'ining ayoli, biri singlisi ekan. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nahya bihi fi 'izzatin tasmu bihi